Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Mana navbatdagi ishimizni ham tugatib oldik. Kech bo'lsa ham soat millarimiz 10 bo'lyapti. Kech bo'lsa ham xudo xolasa bitkazib tugatdik. Inshaalloh ko'rkam bo'lib tushdi. Kahpolojni bilan hamma sharoitlari bor. Ko'rishlari mumkin optim holati. Sizlar ro'shni tanishtirib boraman. Xudo xolasa bitsa bitta fonga alohida video qilinadi inshaalloh. Navbatdagi plisosli o'choqlar, tandir, mangal, mana рабочий stoli, moyka, gaz, hamma yoq kahpolojni bo'lib bitdi. Inshaalloh ko'rib baho berishlari mumkin. Usti o'sha qora granit kafildan bo'ldi. Xo'sh, ro'shni tanishtirib olamiz. Birinchi o'rinda moyka, mana har doimgidek. Keyin ozgina заготовочный stoli, gaz plita. Zubli mangal bo'ldi inshaalloh. Hali o'taqanimiz yo'q. Endi xudo xolasa o'zlari yog'ishar ekan, kech bo'lib qoladi. 10 tomgacha bitirib, kahpolojni bo'lib bitirdik. 60 talik samovar. 60 talik qozon, 30 talik qozon, tandir. Ustiga mozaikalar bilan bitkizdik mana inshaalloh. Chiroyli ustiga qora kafillari bilan bo'ldi. So'ntiklari ham ilindi, tandirlar pishib tayyor bo'ldi. Inshaalloh yaxshi kunlarga ishlatishga tayyor. O'sha navbatdagi ishimiz sinov jarayonlariga ketyapti. Mana o't yoqib qo'ydik bittasiga. Bu suv qaynab bo'ldi, ko'ryapsizlar. Tortishni ko'rsatamiz. Mana do'stlar. Pilososli o'choqlarimiz. Bunisiga o't yoqdik. Bunisiga o't yoqqanimiz yo'q, ko'rinadimi ekan? Ko'rinadi ekan do'stlar, mana tortishi. O't yoqmasa ham turadi. Ammo jinni qorong'i o'shanga uzr so'raymiz. Inshaalloh. Mana ishlar ochiq turibdi, umuman tutun tushmaydi baqa. Kahpolojni bo'ldi bitta. Mana kahpolojni bo'lib bitta inshaalloh. Mana xudo xolasa uyda egalarini fikrlari o'zlaring baho berasizlar. Mana xolajon ishimizni qabul qilmang. Ma'qulmi sizga inshaalloh? Biz sizni 3 oy kutdik mana. Xudoga shukr, kutganimizga yarasha chiroyli qilib chiqarib berdingiz. Bizga samimiy mana shu yerda o't yoqilganda tutunlari, ustuvoshlarimizga o'rnamasin. Dimoxodlari yaxshi bo'lib chiqib ketdi. O'zingiz sinab bering emas bir o'choqlarni. Tutunidan olib. Mana shu edi o'zi mana hani o'choqda o'ti yoqsangiz, mana video. Boshqa olasiz, boshqasini olasiz. Qattiq yon ekan. Oling, ana shu irigini olavering, irigini olavering. Flav o'chirasiz. Flavering. Bo'ldi. Mana do'stlar uyda mana tutunlari ichkariga qarab tortib olib kirib ketyapti. bo'ldi. Shu narsani xohladik. Elekiga samimiy glavniy ozgina hozir bozor iqtisodiyoti, ozgina o'tin bilan ovqat pishirish yoki Ana suvlari ham qaynab bo'ldi, ochib ko'rishingiz mumkin bemalol. mana hozir mana sinayapmiz. Ozgina o'tin bilan suvni quydik, mana suvlar birpasda qaynadi. Mayli, yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Mana mangalimiz ham tayyor. Xudo xolasa shashlik pishiraverasizlar. Xudo xolasa mana o'g'illarimiz kelsa shashliklar pishirishadi. Nima niyat qilishgan bo'lsa niyatlari yetsin. Rahmat. Chiroyli kunlarga, to'y to'ychiqlarga ishlasin. Sizlar ham kelinglar. Rahmat inshaalloh. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Sizlar rozi bo'lsalar ham bo'ldi. Bo'ldi, sizlar xursand bo'lsalar ham bo'ldi. Inshaalloh mana Rahmat. Omma ishlaring ham tekis ekan. Ish chiqib bo'lib hamma yo'lni tozalab, chiroyli qilib. ha bu bizning ishimiz tozalash, уборка qilish. Mayli, yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Hurmatli obunachilar, mana eshitdilaring o'zlaring fikrlarni. Inshaalloh bundan ham go'zal bo'lib tushdi. O'zlaring qolgan baho berasizlar. Nima deyardi, har doimgidek o'sha
Narx-navolarni bilan bir aytib qo'ymadingiz xolajon. Arziymi puliga? Arziydi. Arziydi? Arziydi puliga. Narxini endi 2,5 dan qilyapmiz tochkasini. Masalan, bitta tandir, bitta tochka hisoblanadi. Bitta qozon, bitta tochka, 3 ta, samovar bilan 4 ta. Mangalimiz 5 million bo'ladi. Zubli mangal bo'ladi. Ichi agnaporniy bo'ladi. 2 qavat g'ish bo'ladi. Bular рабочий stol, moykalar 1 milliondan bo'ladi tochkasi. Xolamizdagi xudo xolasa moyka, рабочий stol bu bo'lib bir 18 million bo'ldi usta pulimiz. Mana xudo xolasa rozi bo'lib berishyapti. Rozi bo'lib berishyapti. Omlet puliga arziydi deyishyapti mana. O'zlaring eshitib turibsizlar uyda egalarida. Inshaalloh obunachilar xudo xolasa keyingi navbatda ishlarimizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa keyingisi siznikida bo'lishi mumkin. Xayr va salomat bo'linglar.